Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolar, do'stlar, mana yana bitta obyektimiz Namanganda bitkizildi. Xudo xolasa, o'ta go'zal chiqdi. Bu obyektimiz 425 kvadrat bo'lib, tashqarilari 3 xil fasonda bo'ldi. Qora seri hamda qaymoq svetda, sokillari granit fasonda bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. İchkarilari oq qora mramorda yopishtirildi. Juda go'zal chiqdi bu fasonimiz. Xudo xolasa mana ko'rib baho berishingiz mumkin. Shoflariga, tekslilariga hammasi o'ta ideal holatda ishlandi. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida bo'ldi. Agar do'stlar kimgadir mana shunaqangi gipki kamer xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. 99 kodi bilan 127 43 31 hamda 88 kodi bilan 023 69 69 raqamlariga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bugungi sanamiz 2025-yil 14-iyunda video joylanyapti. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, bu narxlari 95 ming so'mdan qurib bitkazildi do'stlar. Hamma yo'g'i ichida 95 mingdan bo'ldi. Ikki etajli uyimiz juda chiroyli tarzda tushgan ekan aylanasiga. Bu ochiq ayvon. Ikkinchi etajda. Ko'rib baho beraverasizlar bemalol. Agar bizni kanalimizda yangi bo'lsalaring, like bosib, podpiskani bosib qo'yasizlar. Biz videolar qo'yamiz. Birinchilardan bo'lib ko'rib baho berib turasizlar qilayotgan ishlarimizga. Mana tevadan ko'rinishi, xudo xolasa, o'ta ideal holatda chiqdi. Ko'rib baho berib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirasizlar o'zlaringiz.